Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz o'simliklarning individual rivojlanishi. Individual rivojlanish yoki ontogenez yunonchadan anton so'zi mavjudot, genezis rivojlanish so'zlaridan olingan bo'lib, murakkab jarayon hisoblanadi, tiriklikning muhim xususiyatlaridan biridir. Jinsiy ko'payadigan ko'p hujayrali organizmlarda ontogenez zigotaning hosil bo'lishi bilan boshlanib, organizmning nobud bo'lishi bilan yakunlanadi. O'simliklarning ontogenezi ikkita bosqichga bo'linadi: embriogenez va post-embriogenez. Embriogenez demak qanday davr? Embriogenez davrida urug'lanish demak natijasida hosil bo'lgan zigota bo'linishi tufayli murtakni hosil qiladi. Post-embriogenez demak bosqichimiz 3 ta davrga bo'linadi yana: juvenil davr, yetuklik davri va qarilik davri. Juvenil davrida murtak o'sish va rivojlanish natijasida o'simlikning vegetativ organlari shakllanadi. Yetuklik davrida o'simlikning generativ organlari rivojlanadi, urug'lanish sodir bo'ladi. Qarilik davrida o'simlik rivojlanishdan to'xtaydi, so'ng nobud bo'ladi. Urug'li o'simliklarning ontogenezi. Asosan demak urug'li o'simliklar ontogenezida quyidagi rasmda ifodalangan ketma-ketlikda tanishib o'tishimiz mumkin. Demak, bir spermiya bilan bir tuxum hujayraning urug'lanishidan zigota hosil bo'ladi. Zigota ma'lum muddat davomida tinim davrini o'tgandan keyin ularning ya'ni zigotaning rivojlanish bosqichini ko'rishimiz mumkin ushbu rasmda ham. Va zigotaning rivojlanishi davomidan keyin murtak hosil bo'lishi, murtakni demak aynan urug'da ko'rsatilgan rasmda ifodalangan murtakning paydo bo'lishi va o'simlikka sekin astalik bilan aylanish jarayonlarini demak qisqacha yoritib o'tilgan ushbu rasm bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Demak, embriogenezda zigotadan murtak rivojlanadi. Murtak o'simlikning embrioni hisoblanadi. Post-embriogenezning birinchi demak juvenil davri. Tinim davrini o'tgach, qulay sharoitda urug' murtagidan yangi o'simlik rivojlanadi. Nam tuproqqa ekilgan urug' suvni o'ziga shimib olib o'rta boshlaydi va urug' po'sti yoriladi. Dastlab murtak ildizchasi rivojlanadi. Ildiz tuproqdan suvni o'zlashtira olmaydi. Urug' palla, ya'ni endospermdagi oziq moddalar ildiz o'zlashtirgan suvda erib, murtak hujayralariga ularni rivojlanishi uchun sarf bo'ladi. Ildiz tuproqdan tobora chuqurroq kirib boradi. Ildiz tuproqqa, ya'ni kirib borishi va murtakning kurtakchasidan novda rivojlanadi. Tuproqning pastki qismiga asosan ildiz chuqurroq o'sib kirib borishi va demak murtakning kurtakchasidan novdani rivojlanishini ushbu rasmlarda ham ko'rishimiz mumkin. Ikki urug' pallalilarning vakillarida keltirilgan aynan shunaqa rivojlanish. Ikki urug' pallalilarda yosh o'simlik ikkita urug' palla bargi bilan yer yuziga chiqadi. Urug' palla barglaridagi oziq moddalar kamayib borib, ular yupqalashib, to'kilib ketadi. Bir urug' pallalilarda esa murtak rivojlana borishi bilan endospermda to'plangan oziq moddalar tugaydi va u bo'sh xaltachaga o'xshab tuproq orasida qolib ketadi. Ikkinchi davr yetuklik davri. Aynan mana shu davrda yosh maysa o'sib rivojlanish natijasida organlari shakllanadi. O'sish bu moddalar almashinuvi natijasida organizm hujayralarining miqdor jihatdan ortishidir. Hujayralarning sifat jihatdan yangilanishiga olib keladigan o'zgarishlar yig'indisiga rivojlanish deyiladi. O'simliklar hayvonlardan farq qilib, tanasining ayrim qismlaridagi meristema yoki ikkinchi nomi hosil qiluvchi to'qima hujayralarining faoliyati tufayli o'sadi. O'simliklarning uchki kurtagida, kambesida va ildizning bo'linuvchi qismida meristema to'qimasi joylashgan. Bu to'qimaning hujayralariga oziq moddalar, suv va minerallar yetarli bo'lsa, tinimsiz bo'linib ko'payadi. Natijada o'simlik o'sadi va rivojlanadi. Demak, o'simlik o'sishining asosiy sababi hosil qiluvchi to'qima hujayralarining o'sishi va tinimsiz bo'linishi ekan. O'simlikning o'sish va rivojlanishi ichki va tashqi omillarga ham bog'liq.
ichki omillarga auksillar deb ataladigan maxsus biologik faol moddalar kiradi. Ular o'simlikning hosil qiluvchi to'qimalari hujayralaridan ishlab chiqariladi va hujayraning o'sish va rivojlanishini nazorat qiladi. Shuningdek, yorug'lik, namlik, harorat, atmosfera bosimi, tuproq tarkibidagi suv va minerallar tashqi omillar hisoblanadi. Mutaxassislarning aniqlashicha, tuproq tarkibidagi birorta mineralning yetishmasligi o'simlik o'sish va rivojlanishining susayishiga olib keladi. Novda uning uchida joylashgan uchki kurtakdagi o'sish konusini hujayralarning bo'linishi hisobiga o'sishini bilamiz. Agar poya uchidagi kurtakning boshlang'ich barglari yulib tashlansa, o'sish konusini ko'rish mumkin. O'sish konusining hujayralari doim bo'linib turadi. Natijada hujayralar soni ko'payib boradi va poyaning uchki qismi bo'yiga o'sadi. Yon novdalarning uchki qismida ham o'sish konusiga ega uchki kurtak bo'lib, ularning bo'linish hisobiga yon novdalar ham bo'yiga o'sadi. Ushbu birinchi rasmda yuqoridagi fikrlarimizni, demak, rasmlarda ifodalangan ko'rinishlari berilgan, tanishib o'tishingiz mumkin. Demak, davom etamiz. Agar poyaning uchi kesib, ya'ni chilpib tashlansa, o'simlik bo'yiga o'smaydi. Bu hol yosh yon novdalarni ko'plab o'sib chiqishiga sharoit yaratadi. Novdaning bu xususiyatidan o'simliklarga shakl berishda va ulardan mo'l hosil olishda qo'llaniladi. Aynan ushbu o'simliklarga qaraydigan bo'lsangiz, demak, tuvakdagi gul va ushbu misol uchun xiyobon deymizmi, xiyobondagi butalarning shakllarini olishimiz mumkin. Demak, aynan mana chilpish usulidan foydalanib, chiroyli shakllar berish mumkin va ulardan mo'l hosil olishda ham foydalanish mumkin ekan. Demak, bahor kelib, o'simliklarda shira harakati boshlanishi bilan oziq moddalar barcha organlar qatori kambiga ham yetib boradi. Oziq moddalar va suv bilan ta'minlangan kambi hujayralari bo'lina boshlaydi. Bo'lingan hujayralarning ko'p qismi kambidan ichki tomonga qarab o'sib, yog'ochlik hujayralariga aylanadi. Ikkinchi nomi yog'ochlikni ksilema deb ataladi. Qolgan qismi esa kambidan tashqariga qarab o'sadi va lob hujayralariga aylanadi. Aynan lob hujayralarini ikkinchi nomi floema deb ataladi. Shuning uchun ham yog'ochlik lobga qaraganda yo'g'onroq bo'ladi. Keling, yuqoridagi ma'lumotlar asosida ikkita test savollarini keltirib o'tdim. Shu joyda videoni pauza holatiga keltirib, demak, testlar bilan tanishib, to'g'ri javoblarni topib o'tishingiz mumkin. Bahorda kambiga suv va oziq moddalar ko'p borganidan uning bo'lingan hujayralari yirik bo'ladi. Yoz kelib, kunlar isib, kambiga boradigan oziq kamayib boradi. Natijada bo'linadigan hujayralar maydalashadi. Kuzga borib, kambi hujayralari bo'linishdan to'xtaydi. Kelgusi yil bahorda bu jarayon yana takrorlanadi. Shunday qilib, har yil bahordan kuzgacha yangi yog'ochlik qabati halqasi hosil bo'ladi va u oldingi yillari hosil bo'lgan yog'ochlikni tashqi tomondan o'rab oladi. Ularga, demak, nima deyilar ekan? Albatta, demak, yillik halqalar deb nomlanadi. Ushbu demak, daraxtning ko'ndalang kesmasi rasmida ham ifodalanishini ko'rishimiz mumkin. Demak, bir qancha o'sha demak qavatlardan iborat bo'lgan daraxtni poyasida demak aynan novdasida daraxtning poyasida demak halqalarni ko'rishimiz mumkin. E'tibor berib, surat bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Post-embriogenezning 3-davri bu qarilik davri. O'simliklarning ontogenezi qarilik davri bilan nihoyasiga yetadi. Bunda o'simlikning o'sish va rivojlanishi avval sekinlashadi, keyin batamom to'xtaydi va nobud bo'ladi. Endi ushbu demak daraxtning yillik halqalari haqida yana bir qiziq ma'lumotimiz bor. Keling tanishib o'tamiz. Daraxt yog'ochligining janub tomonida joylashgan halqalari illi, shimol tomonidagilari esa insizroq bo'lar ekan. Shunga qarab, kompas bo'lmasa ham qutb tomonlarini aniqlash mumkin. Aynan shu ma'lumot asosida deylik, qayergadir sayohatga chiqqan bo'lishingiz mumkin yoki o'rmonda sayr qilib yurgan holatingizda, to'g'ri, hozir biz zamonaviy dunyoda yashayapmiz, lekin o'sha demak telefonlarda ham quvvat bilan bog'liq muammolar uchrab qoladigan bo'lsa, o'chib qoladigan bo'lsa, yo sizda kompasingiz yo'qolib qoladigan bo'lganda ham, demak, mana shu daraxtlarni to'nkalarida halqalar soniga qarab, illi insizligiga qarab
Demak, o'sha o'zingizni yo'nalishingizni topib olishingiz mumkin. Buni o'rganib qo'yish albatta zarar qilmaydi deb o'ylayman. Bugungi mavzumiz va ma'lumotlarimiz shundan iborat edi.